Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, baliqchibozlari, Chinoz baliq bozori kanalining ashaddiy qadrli uzoqdan kuzatayotgan biz aka-ukalar, opa-singillarimiz. Bugun 2025-yil 12-oktyabr, Toshkent vaqti bilan soatimiz 17:00. Akalar, baliq bozor avjida boshlanganiga 2 soat bo'lgan. Abitanga 3 ta boshlandi. Aka bu tomon Toshkentga, Toshkent viloyati, Toshkent shahariga qarab ketadigan joyimiz. Toshkent viloyati Chinoz, Yangiyo'l, Zangiota, Toshkentga borgan joyimiz bu tomon. Demak, kelishimizdagi chap tomon, o'ng tomonga burilganimizda Sirdaryo orqali, ogani ko'prik Sirdaryo orqali, demak Sirdaryo viloyati Jizzax chiqib ketadigan joy mana. Okalar, mana M39 betonga yo'li. Baliq bozor boshlangan, baliq bozorga kiramiz. Aka, yozib qo'ygan aka-ukalarim, yangi Chinoz baliq bozori. Baliq turlari, narxlari yaqin tanishamiz. Ekran uzoqlashmasa, layklarni bosib, obuna bo'ling. Biz chiqargan videolarni birinchilar qator ko'rishga muyassar boshladik mana. Assalomu alaykum, hurmatli akalar. Sazan baliq olaman deganlar, Sibirij sazan baliq yetib yog'li yo'qsiz aka bu? Yog'li varianti keldi akalar. Xudo qayerdan keldi? Vodiydan olib kelishim akalar, tirik va nafas olishyapti aka. Xudo xolasa. Bular 2.5 2 tepa. Narxi qanaqa bo'lyapti do'stim? 50 ming so'm. Akalar 50 ming so'mdan sazan baliq olaman degan akalarimizga zakazlar keldi. Xudo Sibirij yog'li sazan baliq vodiydan olib kelishgan. Bu yerda xudo xolasa juda ko'p partiya, ha? 1, 2, 3 ta bo'lib qo'yishdi har xil raqamga. Do'stlarim, charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersak, kuninglar xayrli bo'lsin, sog' bo'ling. Mayli, assalomu alaykum, charchamaysizlar. Tasavvur bilan yashillarga solib qo'yishgan, bozorga tayyormi? Xudo xolasa akalar. Mana bozorlarga tayyorlab qo'yishgan yashillarga solib, bular necha kilolik bular? 1 kilolik tasavvur baliqlari. Sveji bugun keltirilgan, ha? Bo'ldi, olmaymasizlar. Ikkita ishchimda ovaring aka. Kilosi qanchadan bo'ldi bugungi narxlar? Bugungi narxlar 15 ming, 16 ming ber. 15 ming optim narx berildi, akalar. Ha, to'g'rimi? Baliqchilar uchun sensatsiya. 15 mingdan tasavvur baliqlari bor. Xudo xolasa qarshiga. Bo'ldi aka, bo'ldi akalar. Obuna bo'lganmiz sizga. Akalar obuna bo'lgan ekan, charchamanglar aka, sog' bo'linglar. Baliq bozorida qanday aka? Oldinglarmi baliq aka? Baliq oldinglarmi yo'qmi? Yo'q, oldim. Xudo endi keldinglar, endi olgani keldinglar, xudo xolasa. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni beraversin aka mana. Kelinglar aka, qiziq aka-ukalarimiz baliq olaman deganlar juda ko'p baliq kelgan mana. Yashillarga solib qo'yishgan. Ha, yashil joylar. Bozorga ham xudo xolasa Qarshiga ketdi. Qashqadaryo viloyatiga ketyaptimi? Malades mana akalar. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin, kuninglar xayrli bo'lsin. Sazan baliqlar aka, yana bu yoqda ham sazan baliqlar mana ko'ringlar. 45 ming kilosi? Ha, 45 ming. Bu yog'li-ya? Yo'q. Yog'li yo'qsiz. O'rta yog'li. Yog'i o'rtachalik sazan baliqlarniki. Bular 2 kilomi? 2,5 kilo. 2, 2,4, 2,5 gacha, to'g'rimi? Demak mana akalar, to'g'ri sazan baliq yeyman deganlarimiz kelaverasizlar. Bu yerda bunisi qanaqa? 1,5 mi? 1,5. 1,5 ni qancha narxi? 40 ming so'm kelasiz mana. Bu qanaqa aka? 45 mingmi? 45 ming. Yo'qsiz bu bir tepalar ham. 1,5. 1,5 atrofida har xil narxi, ko'ruvchi narxlar har xilda, o'ziga qarab olaveradi, to'g'rimi akalar? Bundan tashqari ilon baliqlarimiz bor. Ilon baliq qancha bo'lyapti do'stim? 45 mingdan. Bular necha kilo ilon baliqlar? 2 kilolik. 2 kilo ilon baliqlarimiz 45 ming so'mdan. Bugungi narxlar. Shunaqa. Keladi Chinozga kirish qismida o'ng tomonda bozoringlarni bersin, ilon balig'i kelaveradi. Jamshid degan akamiz savdo qilar ekan, do'stim. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni beraversin. Assalomu alaykum, hurmatli akalar. Mana akalar sazan balig'i yeyman degan akalarimiz 5 kilodan 7 kilogacha Arnasoydan olib kelingan. Yog'li yo'qsiz. Yo'qsiz variantda akalar mana. Narxi qanaqa bo'lyapti? Bittasini ko'rsatib olasiz, ko'tarib aka. Ko'tarib, qasam bittasini ko'rsat. Akalar bittasi, eng kattasi oling, eng kattasi shumi? Mana akalar. Kilosi mana akalar balig'ini qaranglar akalar. Balig'ini qarang. Aka necha kilo mana shuni? 7 kilo chiqadi, 6-7 kilo akalar. Kilosi qancha? 7 kilo. Kilosi 80 ming. 80 ming so'm bugungi narxlar. Akalar bugungi narxlar 80 mingdan tirik jivoy baliqlar. Yo'qsiz Arnasoydan olib keling akalar. Zakazlar shitda faqat. Zo'rlar. Bundan tashqari mana baliqlar. Bular 5-6 kilo, 5 kilo. Bu ham shu 5 kilolik. 5 kilolik qancha narx aka? O'sha 80 ming. Xo'g'lar suvdagini oling, xo'g'lar yo'qqa chiqarib qo'yishga, addini tozalab bersak, yo'lga qo'yilgan. Hamma narsa kelishtirilgan pulni. Obsluga pulni bor. Sazan balig'ining mazasi zo'ri faqat Chinoz baliq bozorida. Ismim Shuhratjon. Shuhrat akamizning o'zlarining baliqlari. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni beradi aka. Nomer adillari Sirdaryo Chinoz baliq bozori, Sirdaryo emas.
Assalomu alaykum, hurmatlar. Asli misolga charchamasmiz. Sazan baliq olaman akalar bo'lsa, bular bir tepami? Bir tepa. Bir tepa 1 kilo 200, 1 kilo 100. To'g'rimi siz? Bular sviji. Akalar, bo'ldi. Yerda hamma joyida yog'li yoqsiz. Yoqsiz variant. Xayrlik aka. O'zimizdan. Guliston, Sirdaryo Guliston. Narxi qanaqa bo'ladi? 42 mingroq. Bo'ladigani qancha aka? Ko'proq olaman deganlarga 40 bo'ladimi bu meni? 41, shu. Okalar faqat mana dastlabkasi bor deyapti. Kelinglar. Bu qana yeriroq olgan aka bu. Qanaqasi? Bu ham shuni ikki bir xilmi yo'q? 1.5 mi? Narxi olsa bu ham 42 mi? Ko'ringlar aka. Sazan baliq olaman deganlar. Bugun svej baliqlar keldi. Chinoz baliq bozorida juda katta partiya. Olaman deganlar kelaveradi. To'g'rimi aka? Tozalab berish yo'lga qo'yilganmi? Bolalar bor, shu suri bolalar tozalab berishadi. To'g'rimi aka? Aka charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli o'tsin. Charchamang aka. Qisimiz savollar yaxshimi? Akalar mana xudo xolasa sveji sazan baliq yetib keldik. Yog'siz varianti. Aka bu necha kilolik bular? 1.5, 2. 2.5. Faqat bunaqa sasallar borib chiqadi. Demak, xudo xol yog'siz varianti keldi. Tirik zivo hozir sveji mana. Narxi qanaqa bo'ladi? Baxtiyor aka bular? 40 mingdan akalar mana sveji baliq 40 mingdan ko'tara savdo. Optim narxlari bugungi narxlar ko'ringlar, maza qiladigan baliqlar Chinoz baliq bozorida. To'chka aniq joy, Baxtiyor aka to'chkalar, to'g'rimi aka? Har doim zo'r deb olib ketib olasizlar mana. Rasm bitta olib qo'yib o'zida. Ulardan pestir baliq yegan eng shirin baliq bo'ladi. Tozalanishi tez, pishdi oson, ham ta'mi shirin. Bu o'zimiz yeb ko'rdik, juda ham shirin baliq bo'ladi. Bugungi narxlari 45 ming so'm, to'g'rimi? Bular necha kilolik? 4 kilo tepa, 5 kilo atrofida sveji pestir baliq. Bu talsolo balig'ini shirin baliq bo'ladi. Tozalan tez o'zlari. O, yog'li talab ham bormi? Bo'l, ketdi mana. Bu yoqda akalarning juda ko'p partiyada yog'li sazanlar bor. To'g'ri, yog'li. Bular necha kilolik? 1.5 dan 2.5 gacha. 1.5 dan 2 kilogacha sazan baliqlarimiz bor. Xudo xolasa yog'li maza qilmaydigan. Ana yog' kamayib ketgan, yog' siragan odamlar yesa maza qiladi. Bu narxi qanaqa bo'ladi? 33 mingdan ko'taradi. 33 mingdan ko'tarib savdolar bor, xudo xolasa. Kelasiz, Baxtiyor akaning stuchkasi bor o'zini. Kirganlarda hovuzda. Demak, har doim baliq zo'rlari bo'ladi, svejilar bo'ladi. O'g'illarimiz jiyanlar. Charchamanglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli akalar. Baliq yeyman akalarning bo'lsa, Afrika laqasini zo'r yeyman akalarga to'chka tavsiya qilib qolamiz. Davlat berdi to'chkasi. Olimboy bashi o'zlari faol yuritadi. Basenlarni отдельно hovuz qo'yishgan kilomgadan akalar. Bu mana ko'ringlar, juda katta partiyada bugun keldi. Sveji akalar. Bular necha kilolik akalar? 2 dan tepa aka, 2 dan 5 kilogacha. 5 kilogacha Afrika laqasini zo'rlar. 17 mingdan. 17 ming so'm aka bugungi narxlar. 17 mingdan Afrika laqalari bor. Undan tashqari bu yoq o'tamiz mana. Bular shunday bir xilmi aka? Bir xil hammasi. Bu yoqchi. Yo'q. Hammasi bir xil bugungi bo'lingan. Demak 2 kilodan 5 kilogacha sveji laqalar yetib Afrika laqasi. 17 ming kilosi. Ko'tara savdo. Bu o'pni savdosi. Kelasiz. Yana undan tashqari hovuza ham bor. Hovuza ham 1 tonna. Nechta tonna hammasi bu? 1 tonnada bor. 1 tonna bor, ha? 1.5 tonna. Afrikada qasam shashlik qilsa bo'ladi, ha? Xiy qilsa bo'ladi. KFC qilsa bo'ladi. Oka, yeb olsa maza qiladigan jo'mat. To'g'ri shu. Oka, Qo'y go'shtidan keyin turadigan. qo'y go'shtidan keyin xudoga Afrikada qasam turadi, faqat uni pishirishni bilish kerak. Oka, charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolar bersa, kuninglar xayrli o'tsin. Assalomu alaykum, hurmatlar. Tasolo balig'i necha kilolik aka bular? 400 grammdan 700 gramm. 400 grammdan boshlab 700 gramm tasolo baliqlari keldi, katta partiya. Sveji. Okalar, zo'ri Chinoz baliq bo'ladi. Narxi qanaqa bo'ladi? Narxi. Okalar 10 mingdan yo'q, ha? Rekord. 10 mingdan tasolo baliq olaman degan akalar faqat Chinozga kelinglar. Optimlar. Ko'tara savdo. Yana ko'proq olsa sotishadigan. Telefonda mashina ko'rmayapti, to'g'rimi? Yo'q, mana qarang. Hozir aytamiz, o'rtacha yarim kilolik 500 ga 600 grammlik 600 grammlik tasoloblar. Aldamayman mana. Primerni aytyapmiz bizda. Tortib ko'ramizmi? Tortib ko'ramiz bittasini. Kapchoniga beriladigan deb aytingda. Kapchoniga ishlasa bo'ladi. Bo'ldi. Mana bittasini tortamiz, yuringlar. Bittasini tortib ko'ramiz akalar mana. Bittasini qo'ydik 700 gramm chiqadi. Mana shuni kelasi 10 ming, to'g'rimi? Bo'ldi mana. Ko'ringlar. Ko'proq olganga Ko'proq olgan kami bor. Bo'ldi. Qoniy bo'ldi. Keyin xohlasa tekshirib olsin, xohlasa ko'rib aylanib charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli
Hurmatli akalar, sazan balığı ishbozlari uchun sazan baliqlari xudo xolasa yog'li yoqsiz. Yoqsizligi 100%. Bular necha kilagacha? Okajonlarim, opajonlarim, demak 1 kilo 800 dan 2 kilogacha sazan baliqlari keldi mana. Qayerdaki bu? Qo'rg'onchani ko'lda boqilgan svej sazanlar mana. Tepadan ko'rsatamiz. Bular juda katta partiya, xudo xolasa. Ismingiz? Jamila opammi? Baliqlar. Kilosi 50 ming so'mdan. Mana 50 mingdan 1 kilo 800, 2 kilolik yog'siz baliqlar. Hop, mazza qilib yedigani Chinoz baliq bozorida. Kelib aylanib ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xol Jamila opa o'shada. Opam o'zlari charchamang, opa mana opaga uchasanglar bo'ldi. Baliq tema hal qilib beradi qo'ldan kelgancha. Sazan bor, tasirov bor, liboy ilon baliq hammasidan bor. Undan muammo bo'lmaydi. Kelinglar uchrashinglar, baliqni zo'rini xarid qilinglar. Opajonim sog' bo'ling, charchamang, savdolarni bersak, kuninglar xayrli o'tsin. Mana